Xitoy Kompartiyasi paydo qilgan eng zo'r qabohatlarning biri ishki a'zolar o'g'irligi ekanligi bildirilmoqda. Yaqinqi yillarda tizdan yamirayotgan bu xildagi qilmishlarda Uyg'urlarning eng chong ziyonkashlik obyekti bo'lganligi ko'plab ma'lum bo'lmoqda. Yaqında Amerika Davlat Majlisida chaqirilgan organ atkazchiligi haqidagi guvohlik anglash yig'ini yana bir qatim taratqularning diqqatini tortdi. Amerika Davlat Majlisiga qarashliq Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'shma raislaridan Christopher Sims ishki a'zolar o'g'irligining hozir Xitoyda keng tarqalayotgan va sistemalashgan qabihlikka aylanayotganligini, ammo kishilik huquq sohasidagi shuncha ko'p masalalarga berib chetiladigan bu qadar qabihlikka texicha yetarlik diqqat qilmayotganligini alohida eskartdi. Xitoydagi ishki a'zolar o'g'irligida ziyonkashlik uchiruvchilarning gen avrishkisi muhim rol o'ynaganligi ma'lum. Massachusetts Texnologiya instituti tarkibidagi G'ol hujayra tajribaxonasining direktori Maysa Mutallib mushu masala bo'yicha maxsus guvohlik berdi. Uning bayon qilishicha, Xitoy hukumati dunyo bo'yicha eng zo'r bo'lgan gen avrishkisi DNAga sonliq ma'lumot ombiri barpo qilib chiqqan bo'lib, buningga ko'plagan biotexnik shirkatlari hamdamda bo'lgan. Chunki shaxslarning gen avrishkisi to'planganda, uning ishki a'zolarining kimga tushadiganligiga hukm qilish osonlashadi. Ishg'oliyatga Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun atalmish G'arbiy rayon plani nomida Xitoy o'lkalaridan ko'chirib kelingan Xitoy oqqullarining sonida bu yil yangi rekord yaratilgan. Xitoy tashviqot organi Xalq to'rining 21-aprel xabar qilishicha, 2024-yili Xitoy oliy maktab o'quvchilari atalmish G'arbiy rayon plani bo'yicha fidoilarni qabul qilish nomida Sharq Turkistonga ko'chirib kelgan oqqullarning soni zo'r darajada oshgan bo'lib, bu yil mazkur to'r yo'lga qo'yilgandan buyangi Sharq Turkistonga ko'chirilgan Xitoy oqqullarning soni eng ko'p bir yil bo'lgan. Xalqaro emgak tashkiloti Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ijtimoiy adolat, kishilik huquq va emgak huquqini ilgari surish qatorliq sohalarda xalqaroda e'tirof qilingan maxsus organi. Yaqinda bu organ o'zining yetakchi qo'llanmasidagi majburiy emgakka munosabatli mazmunlarga o'zgartish kirgizib, uning yangilangan nusxasini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, uningda tunji qatim davlat homiyligidagi majburiy emgak hukumiga aniqlama berilgan. Dr. Adrian Zins bu yangi qo'llanmaning xalqaroda Uyg'ur majburiy emgakiga taqobil turishda muhim rol o'ynaydiganligini aytdi. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi va davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, ikki chong davlat o'rtasidagi iqtisoddan texnikaga bo'lgan talash-tortishlar muzokara qilingan. Yig'indan keyin Wang Yi ikki davlat munosabatidagi pasib omillarning yanada ko'payayotganligini aytdi. Blinken Xitoy ziyaratining beshida Shanxaydagi aloqasi jarayonida bergan uchurlarda Xitoyning iqtisodi, savdo siyosati va amaliyatiga bo'lgan andishini gavdalantirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev keng ko'lamli kelkun sababidan ba'zi yezlarning ko'chirilganligini e'lon qildi. To'qayev yana sular singib bo'lgandan keyin ofatga uchirgan rayonlarni qayta qurishning xizmat vaqtini bekitishning boshlanganligini bayon qildi. Martning o'ttirlaridan boshlab Qozog'istonning 10 rayonidagi o'ltiraq rayonlar kelkunning ta'siriga uchirdi. To'qayev kelkunni 80 yildan buyongi eng chong tabiiy ofat deb tasvirladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukrainaga uzun musofalik ballistik boshqariladigan bomba avatganligini e'lon qildi. Davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan chorshanba kuni mundaq dedi: Ukraina manzili 300 kilometr bo'lgan taktikalik boshqariladigan bomba sistemasi deb atalgan ballistik boshqariladigan bomba ishlatishga boshladi va oldin qapda bu boshqariladigan bomba bilan ishg'ol qilingan boshqa rayondagi Rossiya harbiy aerodromini bombardimon qildi.